Tafsiri muyassar. Yunus suresi. A'udhu billahi mineşşeytanirracim. Nihoyat shafqatli va mehribon Allohning ismi bilan boshlayman. Alif, lam, ra. Bu xildagi harflarning bayoni Baqara surasining 5-da o'tdi. Bular Allah mukammal qilgan va bandalarga bayon qilib bergan hikmatli kitobning oyatlaridir. İnsanlar arasından bir odamni tanlab chiqib, uningga insonlarni Allohning azobidan ogohlantirgan, Allohga va Allohning payg'ambariga iymon etganlarga qilgan yaxshi amallari uchun Allohning dargohida eng yaxshi mukofot borligi bilan xush xabar bergin deb vahiy qilganligimiz ular uchun ajablanarli ish bo'lib qoptimi? Muhammad alayhissalom ularga Allohning vahiysi bilan kelib, uni ularga o'qib berganda kofirlar Muhammad sehrgardir. Uningga nozil qilingan narsalar o'p-ochiq sehrdir dedi. Shubhisizki, sizlarning Rabbinglar Alloh osmonlarni, zaminni 6 kunda yaratgan. Ondan o'zining ulug'ligiga loyiq shaklda arshga o'rlagan va bandalarning ishlarini idora qilib turadigan zotdir. Uning hukmiga hech kim qarshi chiqolmaydi. Uning ruxsatsiz hech kimga shafoatchi bo'lolmaydi. Ana shu Alloh sizlarning Rabbinglardir. Uningga ixlos bilan ibodat qilinglar. Sizlar bu oyatlardan va bu dalil paketlardan vaz nasihat olmamsizlar. Qiyomat kuni hammanglarning qaytadigan yeri Allohning dargohidir. Bu Allohning va'dasi bo'lib, u cho'qim amalga oshadi. Alloh maxluqotni dastlabda yo'qdan yaratgan. Ondan uni o'lgandan keyin tirildiradigan zotdir. Alloh iymon etgan va shu iymonning talabi bo'yicha yaxshi ishlarni qilgan kishilarni odillik bilan mukofotlash uchun insonlarni tirildirib asliga qaytaradi. Allohning yegona iloh ekanligini va uning payg'ambarlarining haq ekanligini inkor qilgan kofirlarga o'zlarining kofirligi va ozg'unligi tufaylidan yuzlarini ko'ydirib yetadigan va uchaylarini uzib tashlaydigan qaynoq suvdan ichimlik va alamlik azob bor. Alloh quyoshni nur chaqchquchi va oyni nurliq qilgan. Yillarning sonini, oylarning hisobini bilish uchun oyga manzillarni belgilagan zotdir. Quyosh orqali kunlarni, oy orqali oylarni va yillarni belgilab bo'ladi. Alloh kun bilan oyni alohida cho'ng hikmat bilan yaratdi. Bular Allohning cheksiz qudratini va cho'nqur ilmini namoyon qilib turadi. Alloh yaratishning hikmatlarini tushunadigan qavm uchun dalil paketlarni va oyatlarni mana mushundoq ochiq bayon qiladi. Sheksizki, kecha bilan kunduzning navbatlashib turishida Alloh osmonlarda va zaminda yaratgan ajoyib mavjudotlarda koinotni bekitib etgan inchkin nizom va mukammal qonuniyatlarda Allohning azobidan qo'rqadigan qavm uchun albatta nurg'un dalil paketlar bor. Sheksizki, o'lgandan keyingi tirilishga ishonmaganlikdan hisob berish uchun bizning oldimizga keladiganligiga va oxiratda yaxshi yomon barliq amallarning mukofoti yoki jazosi beriladiganligiga ishonmaydigan. Oxiratlikning o'rniga bu dunyo hayotiga rozi bo'lgan. Uning bilan ko'ngli arom topgan va bizning qudratimizni ko'rsatadigan koinot dalillaridan, Qur'on oyatlaridan g'aflati qolgan kishilarga kelsak, ana shularning oxiratga joyi qilmishlari tufaylidan do'zax bo'ladi. Shubhisizki, Allohga va Allohning payg'ambariga iymon etib, yaxshi amallarni qilgan kishilarga Alloh ularning iymoni yuzidan ko'plab savob ato qiladi. Ularni qasrlarining ostidan o'stanlar eqib turadigan,
nozu ne'matlar bilan to'lgan jannatlarga yetaklaydi. Ularning jannatdagi duosi: "Ey Rabbimiz, sen har qanday nuqsondan albatta poktursan" deyishdan iborat bo'ladi. Ularga Allohning rahmati, farishtalarning duosi yetib turadi. Ularning bir-biri bilan uchrashgan chog'dagi salami "Aman bo'linglar" deyishdan, ularning duosining oxiri "Jimi hamdu sana olamlarning Rabbi Allohga xosdir" deyishdan, ya'ni barliq shukr va madhiya barcha maxluqotni yaratgan va ularni ne'mati bilan parvish qilib turayotgan Allohga xosdir deyishdan iboratdir. Insonlar yaxshilikning tez kelishiga oldirgandek, agar Alloh ularning badduolarini ijobat qilishni tezlatgan bo'lsa edi, ular albatta halok bo'lgan bo'lardi. Bizning jazoyimizdan qo'rqmaydigan va o'lgandan keyingi tirilishiga ishonmaydigan ozg'unlarni o'zlarining ozg'unligida tingirqab yurishga qo'yib beramiz. İnsanın beshiga biror qiyinchilik kelsa, u yossimi, o'ltirsimi, o'ri tursimi, uningdan qutuldirib qo'yishimizni tilab bizga duo qiladi. Uni qiyinchilikdan qutuldirib qo'ygan chig'imizda u burunqi odati bo'yicha to'sqorlikni davomlashtiradi. Beshiga kelgan qiyinchilikni va uni ko'tarib yetishni tilab bizga duo qilganligini unutib ketadi. Uni qiyinchilikdan chiqarib qo'ygan Allohga shukr qilmaydi. Allohning yordami bilan qiyinchilikdan va ziyon zahmatdan qutulgan bu insonga Allohga shukr qilishning o'rniga o'zining ozg'unligini davomlashtirish chiroyli ko'rsatilgandek, Allohni va uning payg'ambarlarini inkor qilishda haddidan oshgan kofirlarning Allohga sherik keltirish va gunoh sodir qilish qatorliq qilmishlari ularga chiroyli ko'rsatildi. Ey mushriklar, sheksizki biz sizlardan ilgari Allohning payg'ambarlarini inkor qilish orqali o'ziga zulm qilgan ko'pligan ummatlarni halok qilib etdik. Ularning payg'ambarlari o'zlari da'vat qilayotgan dinning Alloh tarafidan kelgan haq din ekanligini isbotlab, o'p-ochiq mo'jizalarni va ro'shan dalil paketlarni elib kelgan bo'lsa-mu, u ummatlar payg'ambarlarni inkor qildi. Ularga agishishdan bosh tortdi. Shuning bilan ular halokatga tegishli bo'ldi. Biz Allohning cheklimasidan chetnab ketgan har qanday gunohkor qavmni ana shundoq jazolaymiz. Shundan keyin ey insonlar, sizlarning qandoq amal qiladiganligingizni ko'rib beqish, ondan sizlarga amalinglarga yarasha mukofot yoki jazo berish uchun biz sizlarni halok qilingan oshu ummatlarning o'rniga dasatdik. Ey payg'ambar, Alloh sana nozil qilgan ro'shan oyatlar mushriklarga o'qib berilganda oxiratda hisob berishdan qo'rqmaydigan, savobni umid qilmaydigan va o'lgandan keyingi tirilishga ishonmaydigan kofirlar buningdan boshqa bir Qur'onni keltirgin yoki uni o'zgartgin, undagi haromni halol, halolni harom qilib bergin. Ilohlarimizni so'kadigan oyatlarni so'kmaydigan oyatlarga almashtirg'in dedi. Ey payg'ambar, ularga aytqinki, men uni o'zimcha o'zgartirmayman. Men sizlarga buyurgan va to'sqan barliq ishlarda faqatla Alloh menga buyurgan amirga va qilingan vahiyga ergashaman. Agar men Rabbimga osiylik qilsam, albatta qiyomat kunining azobiga kelishdan qo'rqaman. Ey payg'ambar, ularga aytqinki, agar Alloh xolasa, men sizlarga bu Qur'onni o'qib bermagan bo'lardim. Allohmi uni sizlarga bildirmagan bo'lardi. Bilinglarki, Qur'on Alloh tarafidan kelgan haqiqatdir. Menga Qur'on vahiy qilinishdan va sizlarga uni o'qib berishdan ilgari oranglarda uzoq vaqt turganligimni sizlar obdan bilasizlar. Sizlar aqlinglarni ishlatib o'ylab ko'rmamsizlar. Alloh nomidan yolg'onni to'qigan yoki Allohning oyatlarini inkor qilgan odamdan zolim odam yo'qdir.
Cheksizki, Allohning payg'ambarlarini inkor qilgan kofirlar hargiz maqsadiga yetolmaydi. Aşı mushriklar Allohni qo'yib o'zlariga ya dunyoda yoki oxiratda hech qanday foyda yetkazolmaydigan, ziyong'im uchirtolmaydigan narsalarga cho'qinadi. Ular biz ularga faqat Allohning dargohida bizga shafoat qilsin deb cho'qinamiz deyishadi. Ey payg'ambar, ularga aytqinki, ajba osmonlarda va zaminda bundaq shafoatchilar bo'lib, uni Alloh bilmaganligi uchun sizlar Allohga uni aytib bermoqchimi? Agar osmonlarda va zaminda sizlar gumon qilgandek shafoatchilar bo'lsa edi, uni sizlar bilishdan burun Alloh bilgan bo'ladi. Alloh u mushriklarning sherik keltirgan narsalardan albatta pokdir va yuksakdir. İnsanlar İslamdan iborat bir din deydi. Keyin ularning ba'zi dinda mahkam turish, yana ba'zisi dinni inkor qilish orqali firqalarga bo'linib ketdi. Agar Allohning gunohkorlarga muhlat berish va ularning jazosini kechiktirish haqida oldin chiqargan hukmi bo'lmasa edi, Alloh albatta mu'minlarni qutqizib, kofirlarni halok qilish orqali ularning ishini bir taraf qilgan bo'ladi. Ashu hakavur kofirlar Muhammadga Rabbi tarafidan biz talab qilgandek biror mo'jiza tushirilsa bo'lmamdi deydi. Ey payg'ambar, ularga aytqinki, g'ayibni Allohdan boshqa hech kim bilmaydi. Sizlar talab qilgan mo'jizani Alloh xolisi keltiradi, xolisi keltirmaydi. Ey qavm, sizlar Allohning oramizda hukm chiqarishini, zolimlarning jazosini tezlatib, mu'minlarga nusrat ato qilishini kutinglar. Tafsiri muyassar. Bir guruhi ulamolar nashrga tayyorlagan. Tarjima qilguvchi Muhammad Yusuf Muhammad Tursun. Muharrir Abdurrahim Davlat. Korrektor Abdulaziz Aqhun. 2020 yanvar 1-nashri. Teklimakan Uyg'ur nashriyoti tarafidan nashr qilingan. Mikrofon oldida İmran Abdug'ani Sadai. Bu asar avlod detallarida tarqitildi.